Bo'g'in kasalliklari deganimizda, masalan, mana bu yerda mana nimalar bo'ladigan bo'lsa, bo'g'inlar, shu bo'g'inlarda asosan bularning materiali tog'ay hisoblanadi. Ruschasiga xryash deydi. Xryash bu tog'ayni har bitta a'zoni o'zini yaxshi ko'rgan ovqati bor. Ana o'sha ovqati borib tursa, o'sha oziqi borib tursa, o'sha a'zolar normada ishlab turadi. Endi bo'g'inni ham o'zini yaxshi ko'radigan narsasi bu kremniy moddasi bo'ladi. Keyin kollagen deymiz. Mana shu narsalar bo'g'inning asosiy xom ashyosi hisoblanadi. Endi kollagenni qayerdan olamiz? Kollagenni masalan molli yirik ilikli suyaklari bo'ladi. Ana o'sha molli yirik yo'g'on ilikli suyaklarni toza suvda qaynatiladi. Suv ko'proq solinadi, uzoq 5-6 soat qaynatish kerak. Unga masalan piyoz, sabzi, shunga o'xshagan sholg'om etili solib qo'yiladi. Mana shu 5-6 soat qaynaganda haligi iliklardagi nimalar kollagen asosan o'sha ilikda bo'ladi. Shular sho'rvaga chiqadi. Keyin suyakdagi nimalar ham chiqadi, o'sha kollagenlar. Chiqqanda mana shu kollagenga boy ozuqa bo'ladi. Haftada bir marta, 2 marta shunaqa sho'rva ichib turish kerak.